İddat ichidagi ayol bilan to'y qilishga putishsa nikoh tushamdi? Savol. Mening do'stim iddat ichidagi bir ayol bilan nikohlanishga putishgan bo'lsa, ular iddatdan keyin nikohlansa nikoh tushamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan boshqa bir erdan iddat tutayotgan bir ayolni nikohlab olishga eg'iz echish yoki va'dalashish haromdir. İddat raj'iy taloqdan bo'lsin yoki o'zil kesil ajraydigan bain taloqdan bo'lsin, vafotdan bo'lsin yoki nikohni inovatsiz qilishdan bo'lsin yoki shubhilik nikohdan bo'lsin, hammasi o'xshash. Ba'zida bundoq iddat tutayotgan bir ayolni nikohlab olishga eg'iz echish yoki va'dalashish bo'lganda, ayol kishi nikohlanishga oldirab, iddati to'shmasimi, iddatim to'sh bo'ldi deb turib olishi yoki qo'rsqidagi balani tushirib etishi mumkin. Janobi Alloh azza va jalla mundoq degan: Eri vafot bo'lib, iddati to'shmagan ayollarga ularni oldiganliklarini puritib o'tsanglar yoki buni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga ig'iz ochganliklarini Alloh biladi. Lekin ig'iz ochgan taqdirdami, ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat yo'lliq so'z qilsanglar bo'ladi. Farz qilingan iddat to'shmag'icha ularni nikohinglarga elishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardagini bilib turadi. Uningdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, jazo berishda oldirab ketmaydigan zotdir. Baqara surasi 235-oyat. Raj'iy taloq qilingan ayol iddat tutayotgan ahvolda almoqchi bo'lganligini puritib o'tishmi cheklanadi. Chunki bu ayol boshqa bir erning ayoli hisoblanadi. Bain taloqdan iddat tutayotgan ahvolda almoqchi bo'lganligini puritib o'tishning cheklanishida olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. Hanafiy mazhabda o'xshashlar cheklanadi. Ammo eri vafot bo'lganlikdan iddat tutayotgan ahvolda almoqchi bo'lganligini puritib o'tish joiz. Eri vafot bo'lib, iddati to'shmagan ayollarga ularni oldiganliklarini puritib o'tsanglar degan oyatdagi puritishni Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq tafsir qilgan. Men to'y qilmoqchi bo'lyapman. Menga bir salih ayol uchragan bo'lsa-kan deb arzu qilaman deydi. Qosim uni mundoq tafsir qilgan. Siz men uchun intayin qadrlik. Men sizga qiziqaman. Alloh cho'qim sizga yaxshilikni ato qilg'usi deydi. Yoki shuningga o'xshash gaplarni deydi. Ata mundoq dedi. Aniq aytmay, mening bir hojatim bor. Xush bisharat eling. Alhamdulillah, sizga loyiq ko'p deb daritsa, u ayol aytgan so'zlaringizni angladim deydi. Bir narsa va'da qilmaydi. Er kishimi u ayolga uqtirmay, u ayolning valisi bilan va'dalashmaydi. Agar bu ayol iddat ichida biror kishiga va'da qilib qo'yib, uni keyincha iddat to'shqandan keyin nikohlab olgan bo'lsa, ikkalani ajratib etishga bo'lmaydi. Ochiq so'z aytish degan, men sizni olay deyman, iddatingiz to'shqanda sizni nikohlab olay degandek so'zlarni ko'rsatadi. Imom Ayni mundoq deydi: iddat tutayotgan bir ayol iddat ichida turib, bir er bilan va'dalashgan bo'lsa, iddati to'shmagan chaqda nikoh qilib olsa, barliq olimlarning birdek qarshi bilan ular bir-biridan ayirib etiladi. Bu er keyin u ayol iddatini to'shqizgandan keyin u ayolni nikohlab olalamdi. Imom Malik, Lays va Avza'i qatorliq olimlar qayta ololmaydi deb qaragan. Boshqalar bu er keyin u ayol iddatini to'shqizgandan keyin xolisa u ayolni nikohlab olalaydi deb qaragan. Ammo iddat tutayotgan bir ayol iddat ichida turib bir er bilan va'dalashgan bo'lsa, ondan iddat to'shqandan keyin nikoh qilib olsa, boshqa to'salg'u bo'lmaganlik uchun nikoh to'g'ri bo'lgan bo'ladi. İddat tutayotgan ayolga ig'iz echib, iddat ichida nikoh qilmay, iddatdan keyin nikoh qilgan bo'lsa, Imom Abu Hanifa bilan Imom Shafi'i rahmatullohi alayhilarning qarshida nikoh to'g'ri bo'laverdi. Lekin cheklangan bir ishni qilgan bo'ladi. Imom Malik nikohlab elib birga bo'lgan bo'lsin yoki bo'lmagan bo'lsin, uningdan ayrilish kerak deb qaragan. Demak, iddat tutayotgan ayolni nikohlab olsa, bu nikoh kuchga ega emas. İddat ichida va'dalashib yoki eg'iz echib iddatdan keyin nikohlab olsa, ko'pchilik olimlarning qarshida nikoh to'g'ri. Chunki bu harom shaklda eg'iz echish nikoh bilan birga bo'lmagan. Shunga nikohga ta'sir yetkazmaydi. Yana eg'iz echish degan nikohning sharti bo'lmag'achqa, eg'iz echish usuli xato bo'lgan ahvolda bu sababdan nikoh amaldan qoldirilmaydi. Shundaqdimi cheklangan harom ishni qilganlik uchun gunohkor bo'ladi.
Maliki mazhab qarashida iddat ichida ig'iz ochgan ayolni iddatdan keyin nikohlab elishi makruh. Nikohlab olgan bo'lsa, uningdan ayrilishi mustahab bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2 tom 60 nomerlik fatvo.